Kichik do'st, endi siz ne harfining har qaysi shakllari bilan tanishib beqing. Bosh ne? O'tiri ne? Ulanma ne? Yolg'iz ne? Endi qiziqarli misollar bilan bularning so'zlariga o'rinni bilib olsak qanday? Nazim nog'ra challadi, Nodira naqshi aytdi. Nonni yegili odam yo'q. Kepinak yaqin kelgina, kelning liviga berib qolgina. Hay bu deyin, men ishim qiyin, nima ko'rsang yeb, qolsan keyin. Ketmen çapardadıla, o'tin terer anıla, qiladigan ishi yo'q, o'ynab yurar bolalar. Kichik do'st, siz yuqorida ikki harfning har xil shakllari bilan tanishib chiqdingiz. Endi ularning o'zaro qanday qo'shilganligini bilgingiz bormi? Ne'ga oyoq ani qo'ysak, na bo'ladi. Ne, ana. Ne, ana, ne, nan. Ağa, nani qo'ysak, ana bo'ladi. A, ne, ana, ana. Tiyin bilen kepenek. Bir kuni ochko'z tiyin bog'da o'ynab etib, bir nag'rini ko'rib qopti. U atrofga sapsilib, odam yo'qligini bayqagandan keyin, "Nag'irni aytib qachaychi?" deganni ko'ngliga pukib, nag'irga yaqinlashdi-da, uni ko'tirib qo'yibdi. U ketib etib, qo'sqining ochqanligini his qilib, nag'irni tashlab etibdi. U bir uyning oldiga keldi va bir ayolning to'nirga nay yiqayotganligini, qizirib pishgan nonlarning to'nir beshiga yeyib qo'yilganligini ko'rib, nafsi taqildab ketdi-da, nondan birini o'g'irlab, to'nirning yendiki daraxtning shexiga chiqib o'ltirib yey deb turishiga, to'nir beshidagi qo'g'inga ko'zi tushib, nonni tashlab etibdi. Va daraxtdan tushib, qo'g'inni o'g'irlab qochibdi. Bu chaqda o'yildagi gullikda o'ynayotgan kepinak tiyinni ko'rib qilib, uning oqisidan qo'g'lab, kepinak tiyinga yetishibdi va Boshqalarning narsasini xalqancha o'g'irlasang qanday bo'ladi? O'g'irlik qilish nima degan nomuslik ish? Bundoq ketaversang, hamon bir kuni o'zingni nobud qilasan. debdi. "Endi qanday qilaman?" deb so'rabdi tiyin ochchig'ida. Qo'g'inni apirib joyiga qo'yib qo'y. Shunday qilsang, men sen bilan do'st bo'laman. Qanday? debdi kepinak. Ma'qul. debdi tiyin. Chiroyli kepinak bilan do'st bo'lish ko'ydi. Tiyin qo'g'inni apirib joyiga qo'yib qo'yibdi. Uy egisi tiyinning xatoligini tunganligidan mamnun bo'ldi. Shuning bilan kepinak tiyinga agishib o'ynag'ilmadi. Ular tiyin boyi tashlayotgan nag'irning qishiga kelganda, tiyin kepinakka "Men sana nag'ir chap beray. Sen usul o'ynab bergin." deb turibdi. Bu taklif kepinakka yog'dak yiqibdi. Tiyin nag'ir chelib naqsh aytibdi. Kepinak usulga tushibdi. "Kepinak kelgin can dostum. Bu güzel bahçamda pervaz qilgin şat. Shunday qilib, ikki do'st qong'icha o'ynab kunni kashlabdi. Keyin kepinakka nag'irni egisiga olib beraman deb va'da beribdi va ikkisi at ko'rishadigan bo'lib xo'shlashibdi.